Nima? Kim bu? Tak. Shu merni xotini. Merni xotini bilan ana o'rmonchimi? Qayoq o'rmonning ichiga, o'rmonchi bilan. Ha, g'alati. Hammaga salom, mening ismim Butcher va mana bu yangilik. Borib tomosha qilish kerak. Nimalar bo'lyapti ekan? Okey, umid qilamanki qiziqarli narsani ko'ra olaman. Agar ko'ra olmasam, videoga olishga imkon bo'ladi. Oy ham to'lib. Tak. Bu nima bo'ldi? Bu yerda qanaqa hujrami bu, nima bu? Yoki hojatxonami? Nice. Wow. Oh my god. Ha, bunaqangi manzaralarni ko'raman deb o'ylamagandim. Okey. Ertaga so'rab ko'rish kerak bo'ladi. Nimalar bo'layotganini bu yerda. Ungacha esa har doimgidek uyqumni buzib ketishdi. Mayli, yotamiz. Ertalab bo'libdi-ku. Bu degani yana ishga otlanishim kerakmi? Hech yo'q. Stop, axir kecha nimalar bo'lgandi? Chin ursin. Soat 9 bo'libdi. Okey, merning yoniga borib aniqlashtirib kelish vaqti bo'ldi. Nima uchun uni xotini o'rmonda yurganini tunda yoki buni o'zi maqsadimni yo'lda ishlatishim mumkinmikan? Sandiq bo'yicha. Merning puli ko'p bo'lsa kerak. Xotinning esa unga albatta dostupi bor. Janob mer, salom. Sizga bir narsani aytmoqchi edim. Nimani? Keling, yaxshisi boshqa safar gaplashamiz. Nima uchun kelib ichimni qizitib ketding-ku, nima deysan endi? Men hech nima e'tibor bermang. Qanaqasiga? Men shunchaki ob-havo haqida gaplashmoqchi edim. Yo'q, bugun havo issiq. Bilaman. Tunda ham issiq edi. Bo'pti, okey. Yaxshi. Tak. Buni hozir qayerga qo'yib bo'ldi endi? Shu tarafda yurgan bo'lish kerak, chunki ertalabdan inspeksiya bilan shug'ullanadi. Ana shu yerdagi agarotlarni qidirib, okey. Hoppa, mana-ku. Xo'sh. Tak, nima deb yoniga borsam ekan? Yoki o'zi kelarmikan? O'zi kelish kerak, chunki menga mataga bermoqchi edi. Xo'sh. Salom. Men sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Nimani? Kecha o'rmonda nima qilib yurganingiz? Nima o'rmonda? Siz shu yerda yashaysizmi? Men shu yerda yashayman. Shu qishloqda va kecha bo'lgan narsalarni hammasini ko'rdim. Bilmadim nima haqida gapiryapsiz. Yo'q. Shunaqa deng. Ushlang, matiga sizga. Rahmat. Nima edi ismi? Manbetmidi? Nima deding? Nima demoqchisan shu bilan? Aytmoqchimanki, men hammasini telefonga yozib oldim. Nima? Shart emas edi. Unda o'zim xabar yozaman. Xabar? Raqaming bor menda. Nice. Kechasi o'sha joyda, xo'pmi? Nima? Ko'rishamiz. Nima uchun? O'zim aytaman hammasini. Okey. Albatta, men hech narsani rasmga olishga ulgurmagandim, lekin uni ko'rganimni o'zini fakti yetadi, chunki uni ko'rdim va buni ishlatishim mumkin shantaj yo'lida. Umid qilamanki, merni pullarini o'g'irlab ola olaman yoki o'zidan so'rasam juda ham oson bo'ladi. Erni pullarini chiqarib bersa, men o'zim borishim kerak, men o'zim olishim kerak hamma pullarni va agarotni ishlatishdan boshlaymiz. Mana bu ugar bo'ladi. Mer hattoki hech narsani sezmay qoladi. Ishonchim komil bunga. Tak, bo'ldi. Birinchisini yekib bo'ldi. Menda esa ikkinchi pallasini ham yekib chiqsam, ishim tugadi deb hisoblash mumkin va borib xohlaganimni qilaman. Yaxshi, ketdim endi. Tak, xo'sh. Buni bu yerga qo'yib qo'yamiz va bo'ldi. Tak. Mer albatta juda ham hayron qolsa kerak. Hamma narsasi yo'q. Hatto bilmadim uni puli qancha, lekin mermi, demak, puli ko'p bo'lishi kerak. Menga esa u pullarning hammasi kerak. Junior sandiqni ochishga, hacker yonlash uchun. Janob mer, mana ushlang. Nima? Kimni yonlamoqchisan? Yo'q, hech nima, shunchaki o'zim gapirib yuribman. Bo'pti. Mayli, men unda ketdim. Qayoqqa ketasan? O'zimning uyimga. Mayli. Yaxshi. Mayli, asosiysi ixlanib qolmasa bo'ldi mendan. Qolganni bir gap bo'ladi-da. Tak. Hozir esa shunchaki borib uyda o'tirishim kerak. Quyosh ham endigina chiqdi. Boshqa nima ham qilardim? Shunchaki TikTok tomosha qilaman. Sandiqni baribir ham ocha olmayman. Orqamdan hech kim qidirib kelma. Kechasi xabar keldimi bu yaxshilik? Merni xotinidan. Yaxshi, demak pullarga endi ham yaqinlashdik. Ajoyib. Albatta, uxlashga berishmayapti. Ertalabdan kimdir, yo'q, ertalab o'zim turgandim. Kechasi ham uyg'otib ketishdi meni. Mayli, nima ham qilardim? Ilojim yo'q. Hozir borib ko'ramiz. Sovuqqa kamroq chiqish kerak. Tak. Nima bo'lar ekan bizni hujrada bu yerda? Xo'sh, salom yigitlar.
Mana shu edi, mana shu meni shantaj qildi. Bo'ldi, birodar, endi tamomsan. Yo'g'e, ha, biz uni xafa qildirib qo'ymaymiz. Yo'g'e, ha. Mayli, unda men sizlar bilan urushishimga to'g'ri keladi. Sizlar meni bilmaysiz. Men butcherman. Mana, oy, qanchalik og'riyapti. Mana senga, mana senga. Davay, o'ldir uni. Ikkovimiz bemalol eplaymiz. Ur qariyani. Davay, kel bu yoqqa. Nimaga qochasan buncha? Buni qara, shunchalik qariki даже eplab ham urolmayapti. PvP nimaligini bilasanmi o'zi? Hozir ko'rsataman PvP nimaligini va ну всё, minus qani endi nima der ekan? Ana senga. Yaxshi bo'ldi. Umid qilamanki unutmaydi meni. Xo'sh. Hurmatli Mirni xotini, balki kelisharmiz, Kelishamiz, albatta kelishamiz. Menga Mirni pullar kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bor yo'q pullarmi? Albatta, yana sen nima deb o'ylaganding? Men boshqa narsani nazarda tutgandim. Ya'ni qishloqni deb, qishloqni boshimga uraman. Menga pullar kerak bir ish qilish uchun va ertaga kutaman. Yaxshi. Asosiysi mana bular ortiqcha muammo qilishmasa bo'lgani, qolgani hammasi yaxshi bo'ladi va albatta hakerni topib kelganimda sandiqni ochib bersa bo'ldi. Hali undan tashqari pullarni ham topish kerak. Mana bu problema bo'ladi. Okey, endi esa bemalol uxlashim mumkindir yoki uxlay olmasmenmi? Bugun nechinchi marta? Salom. Bugun mer ketadi. Qayoqqa? Men o'zim uni olib ketaman. Sen esa tayyor tur. Ichkarida shkaf bor yotoqxona yonida. Nima? Qayoqqa ketib? Qo'y. Tak, stop. Nima deding? Yotoqxona yonida? Ana o'sha shkafni tagida. Xo'sh, bulojnikni sindirsang, yashik chiqadi. Yashikning ichida turibdi hammasi. Tushunarli. Tak. Qani merni olib ketsinchi. Ko'ramiz. Xo'sh, uzoq turarmikin yoki darrov chiqishdi-ku. Yaxshi. Ha. Uzoq vaqtga ketamiz. Aylanib kelishimiz kerak. Davay, bor tezroq. Yaxshi, rostdan merni olib ketganga o'xshaydi, lekin eshikni qulflab ketishgan bo'lsa kerak har doimgidek albatta. Xo'sh. Qulfliq. Demak, orqasidan kirish mumkin bo'ladi. Atrofda hech kim bo'lmasa, mana bu yerdan kiraman. Yaxshi, aniq hech kim yo'qmikan? Narvon tushib qoldimi? Tak, bu taraf bo'sh. Xo'sh, do'konchi jitlar meni ko'rmaydi. Bu tarafda ham hech kim yo'q. Demak, kirishim mumkin. Narvon ekan. Tak, bu yerda qimmat izumrud bu menga kerak emas. Gaz plita bo'sh, pechka bo'sh. Yonida. Stop. Nima deganda? Shkaf, yotoqxona yonida. Mana buni tagidamikin? Mayli, shuni tagidami? Demak, shuni tagini ochamiz-da. Nima farqi bor bizga? Xo'sh, va rostdan quti bu. Stak. Mana bu boshqa gap. Mana bunga men endi bemalol eng zo'r hakerni yollashim mumkin bo'ladi va nihoyat o'sha sandiqni ochamiz va merga qarshi dalillarning hammasi qo'limda bo'ladi. Okey. Yomon emas. Nihoyat g'alaba. Yaxshi qilibman birdaniga yerga aytib bermasdan. Endi esa bularni shunchaki yashirib qo'yish kerak. Chunki pullar yo'qolganda albatta ana bu ahmoq Jinsbekni chaqirib keladi, detektivni, va shunda u qidirishni boshlaydi. O'ylaymanki topib kelishga qiynalmaydi. Shuning uchun ham yashirib qo'yishim kerak sirazu bularni hammasini. Tak, menga bunga albatta sandiq kerak bo'ladi va pastga kovlashni boshlaymiz. Xo'sh, har doimgidek sirazu o'sha sandiqning yoniga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Tak, bu yerda qani edi? Toshlar yopib qo'yish uchun kerak bo'ladi albatta va pastroqqa tushamiz. Kodlangan sandiq. Xo'sh, mana shu yerda qoldirsam bo'ladi va albatta ichiga mana bularni tashlab qo'yaman. Ortiqcha izumrud bilan birgalikda. Shuncha narsa chiqdi-ya. Kim ham o'ylabdi deysizlar? Kichkinagina merda shuncha pul bo'lishi mumkinligini, yana olmoslar, stak. Tak, bularni hammasini tashlab qo'yamiz va bo'ldi. Endi shunchaki o'yimni kengaytirib olishim kerak, chunki bu o'yin menga kichkinalik qilyapti. Kutilmagan final, lekin hechqisi yo'q. Hozir men o'yimni kattalashtirishni boshlayman. Tak, menga axir instrumentlar kerak bo'ladi bu uchun. Va hozir ularni olib kelaman. Tak, buni yopamiz va bo'ldi, ishni boshlasak bo'ladi. Chunki o'zimning uyim juda ham kichkina, albatta men uni arzonga sotib olganman, lekin menga xonalar yetmayapti. Aynan ish zonasi uchun ham ishlashim kerak. Ozgina kengaytirsam, hech bo'lmasa 2 blokka kengaytirsam ham u yerda notebook yoki kompyuter siqqan bo'lardi va bemalol ishlashim mumkin. Undan tashqari 2 devor qoidasini unutmaymiz. Albatta menga qachondir bu qishloqda hujum qilishadi, shunda orqasiga yashirinishim mumkin bo'ladi. Undan tashqari hali podval ham qurish kerak. Podval kerak menga. Podvalning ichida esa albatta ana o'sha ahmoqona kodlangan sandiq bo'ladi. Yomon emas. Kelajakka rejalar bor. Asosiysi
tirik bo'lish amalga oshirish uchun bularni hammasini terib olamiz. Ну все, qaytamiz. Endi kengaytirishni boshlashim mumkin bo'ladi. Va mana bu ahmoqona kichkina uyda boshqa qolmayman. Xo'sh. Orqasidan 2 blok degandek mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga va devor uchun fundament. Bo'ldi. Endi esa kengaytirish ishlari eng qiyini va eng zerikarli joyi. Bular albatta kadr ortida qolsin.